Salom. Hozir men sizga GTCFX platformasida qanday qilib tezda ro'yxatdan o'tish va savdo qilishni boshlashni ko'rsataman. Familiyangizni xuddi pasportdagidek kiriting, keyin esa ismingizni. Telefon raqamingizni ko'rsating. Mamlakat kodi joylashgan joyingizga qarab avtomatik ravishda aniqlanadi. Amaldagi emailni kiriting. Unga tasdiqlash kodi keladi. Kodni olish tugmasini bosing. Pochtani ochamiz va kelgan raqamlarni kiritamiz. Kamida 8 ta belgidan iborat lotin harflari va raqamlar qatnashgan ishonchli parol o'ylab toping. Agar sizni hamkor taklif qilgan bo'lsa, tegishli maydonga uning referal kodini kiriting. Bizning holatda buni o'tkazib yuboramiz. Maxfiylik siyosati va foydalanish shartlariga rozilik bildirib, katakchani belgilaymiz va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Tayyor, akkaunt yaratildi. GTCFX brokerida verifikatsiyadan qanday o'tiladi? Verifikatsiyani ikki xil usulda boshlash mumkin. Shaxsiy kabinetdagi qalqib chiquvchi bildirishnomani bosish yoki chap menyudagi fayllar bo'limiga kirish orqali. Lekin biz qalqib chiquvchi oynadan foydalanamiz. Qarshingizda shaxsiy ma'lumotlar formasi ochiladi. Ism va familiyangizni to'ldiring, tug'ilgan sanangizni ko'rsating va fuqaroligingiz bo'lgan mamlakatni tanlang. Hammasi to'ldirilgach, keyingi tugmasini bosing. Keyingi sahifada millatingizni va shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat turini tanlang. Quyidagilar mavjud: ID karta, haydovchilik guvohnomasi, fuqarolik to'g'risidagi guvohnoma yoki pasport. Bizning misolimizda ID kartani tanlaymiz. ID kartaning old va orqa tomonlarini yuklaymiz. So'ngra familiya, ism va hujjat raqamini yana bir bor kiritamiz. Ma'lumotlarni tekshiramiz va tasdiqlash tugmasini bosamiz. Qalqib chiquvchi oynada sizga ikkita variant taklif qilinadi: telefonda QR kodni skanerlash yoki brauzerda havolani ochish. Brauzerni tanlaymiz. Yangi tabda davom etish tugmasini bosing. Verifikatsiyani boshlash. Platforma shartlariga rozilik bildiramiz. Davom etish. Avvalgidek hujjat turini tanlaymiz va yana ID kartaning ikkala tomonini yuklaymiz. Tasdiqlash tugmasini bosing. Hujjatlar muvaffaqiyatli tekshirilgandan so'ng verifikatsiya sahifasini yopamiz, shaxsiy kabinetga qaytamiz. Men tekshiruvdan o'tdim tugmasini, so'ngra keyingi tugmasini bosamiz. Endi kichik so'rovnoma. Rost javob bering. Bandlik holatingiz, o'rtacha daromadingiz, qanchadan beri trading bilan shug'ullanasiz, qaysi vositalar bilan savdo qilishni rejalashtiryapsiz. To'ldirgandan so'ng tasdiqlash tugmasini bosing. Akkaunt shartnomasi ochiladi. Siz u bilan tanishib chiqishingiz yoki oxirigacha aylantirishingiz mumkin. Shartlarga rozilik bildiramiz va tasdiqlash tugmasini bosing. Verifikatsiya tekshirishga yuborildi. Hujjatlar tekshirilayotganda, keling, fond parolini sozlaymiz. U hisoblar o'rtasida o'tkazmalar va mablag'larni yechib olish uchun kerak. Akkaunt sozlamalariga, xavfsizlik markaziga o'tamiz, fond paroli bo'limini topamiz va yangilash tugmasini bosamiz. Qalqib chiquvchi oynada verifikatsiya kodini yuborish tugmasini bosing. Kod elektron pochtangizga keladi. Agar xatni ko'rmasangiz, spam papkasini tekshiring yoki sahifani yangilang. Kelgan kodni joylashtirasiz, 6 xonali fond parolini o'ylab topasiz va tasdiqlash tugmasini bosing. Tayyor. Siz verifikatsiyadan muvaffaqiyatli o'tdingiz va fond parolini o'rnatdingiz. Endi shaxsiy kabinetingiz ishlashga to'liq tayyor.